Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchi. Avval rahmat bo'lgan Ramazoni Karimning birinchi 10 kunligi ham tugashiga oz qolyapti. Xudoning rahmati barchamizga nasib qilsin. Tarix ko'rgan mo'jizalar. 9-kunda qiziq bir hodisa haqida hikoya qilamiz. O'lganidan keyin vasiyat qilgan odam haqida eshitganmisiz? Bu juda ham kamdan kam uchraydigan karomat bo'lib, ana shularning birinchisi Sobit ibn Qays radhiyallohu anhu bo'ladi. Sobit ibn Qays al-Ansori Hazrat qabilasining ulug'laridan, Yasribning taniqli kishisi, tabiatan zukko, aqlli, topqir va so'zamol kishi. Har qanday bahsda albatta g'olib chiqar, odamlar huzurida so'zlasa, ularni tamoman rom qilib qo'yardi. Nutqi juda go'zal sahoba edi. U Yasribda islomga birinchilardan bo'lib kirdi. Makkalik o'smir Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Qur'oni Karim oyatlarini maftunkor va yoqimli ovozda qiroat qilganida Sobit tamoman lol bo'lib qoladi. Allohning kitobi uning qalbini zabt etadi. Undagi hukmlar mohiyatini anglab yetadi. Alloh uning qalbini islomga moyil qilib, go'zal bir maqomni tayyorladi. Ya'ni islom dini bilan sharafladi. Alloh taoloning payg'ambari Makkadan Yasribga kelganlarida Sobit ibn Qays u zot sharafiga ajoyib qabul marosimini uyushtirdi. O'z qabilasining eng sara chavandozlar va jangchilari bilan quchoq ochib kutib oldi. Payg'ambar alayhisalom va hamrohlari Abu Bakr Siddiqni Yasribga eson-omon kelishgani bilan qutladi. U payg'ambar alayhissalomga to'lqinlantiruvchi bir nutq bilan murojaat qildi. Oldin Allohga hamd aytib, uning payg'ambariga salom va tabriklar yo'lladi. Sobit ibn Qays nutqini quyidagi so'zlar bilan yakunladi. Ey Allohning rasuli, o'zimizni, farzandlarimiz va xotinlarimizni qanday va nimalardan himoya qilgudek bo'lsak, sizni ham bularning hammasidan himoya qilishga tantanali va'da beramiz. Buning evaziga bizga nima beriladi deb so'radi. Jannat dedilar payg'ambar alayhissalom. Jannat degan so'z to'planganlarning quloqiga yetib borishi bilan barchaning chehrasi yorishib ketdi. Ular quvonch bilan biz rozimiz. Ey Allohning rasuli, biz rozimiz ey Allohning rasuli deya xitob qilishdi. Shu kundan boshlab payg'ambar alayhissalom Hasson ibn Sobitni o'z shoirlari qilib olganday, Sobit ibn Qaysni o'z voizlari etib tayinladi. Yasribga turli arab qabilalaridan chiroyli va'z va she'r aytishda bahs o'tkazish uchun eng yaxshi voizlar va shoirlar kelishganida Rasululloh alayhissalom ularning huzuriga ajoyib notiq Sobit ibn Qaysni va shoir Hasson ibn Sobitni yuborardi. Sobit so'zlashni boshlaganda qalblar to'lqinlanar, ko'zlar yoshlanar, etlar jimirlay boshlardi. Sobit ibn Qays e'tiqodli, taqvodor kishi edi. U Parvardigoriga katta ixlos bilan ibodat qilar, Alloh g'azabini keltiradigan barcha gunoh ishlardan chetda bo'lishga intilardi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom Sobitni qattiq qayg'uga cho'mgan, qo'rquv va dahshatdan titrayotgan holda uchratib qoldi. Shunda u zot Sobitdan senga nima bo'ldi? Abu Muhammad nima bo'ldi deb so'radi. Iymonimga putur yetdi deb qo'rqyapman ya Allohning elchisi deb javob berdi Sobit. Nega bunaqa deysan dedilar alayhissalom. Shunda u buyuk Alloh bizlarni o'zimizda bo'lmagan narsalar bilan faxrlanish va maqtanishdan qaytargan. Lekin menda shunday illat borligini his qilyapman. Alloh bizlarni kibr va mag'rurlanishdan qaytargan, ammo menda ana shular borga o'xshayapti dedi. Payg'ambar alayhissalom unga har tomonlama tasalli berar ekan, bunday dedilar. Ey Sobit, nahotki maqtovga munosib hayot kechirishga rozi emassan? Ey Sobit, Alloh yo'lida boringni fido qilib, shahid bo'lib jannat egasi bo'lishni istamasang dedi. Sobit ibn Qaysning kelajagi haqida xush xabar berildi. Bu gapni eshitgan Sobitning yuzlari yorishib ketdi va ha Allohning elchisi, menga bunday hayot juda ham yoqadi. Men shunday yashashni istayman dedi. U holda senga bu nasib etadi dedilar Rasululloh alayhissalom. Bir kuni Allohning ushbu oyati nozil bo'ldi. Ey iymon keltirganlar, amallaringiz o'zlaringiz sezmagan holingizda zoya bo'lib ketmasligi uchun ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmangiz va bir-birlaringizga dag'al so'z qilgandek unga baland ovozda gapirmangiz. Hujurat surasi. Bu oyat tushganidan keyin Sobit ibn Qays uyga ketib qoldi. Rasulullohga nihoyatda bog'lanib qolganiga va u zotga cheksiz muhabbat qo'yganiga qaramay, payg'ambarimiz suhbatlaridan o'zini tortadigan bo'lib qoldi. Ko'p vaqtini uyda o'tkazar, faqat jamoat namozlarini ado etish uchungina ko'chaga chiqardi. Chunki Sobit radhiyallohu anhu ning qulog'i og'irdi. Gapni yaxshi eshitmagani uchun Rasulullohga ham qattiq gapirardi. Sahobalar, samodagi yulduzlar. Ular har bir oyatni menga tegishli deb tushunardilar. Bizga o'xshab oyatni boshqa bir musulmonni kofirga chiqarish uchun qo'llamasdilar.
Sobit ibn Qays jamoadan o'zini chetga olayotganini Rasululloh alayhissalom sezdi. U zot minglab sahobalari bo'lishiga qaramay, har birining holidan xabardor bo'lib turardi. Shunda u zot kim Sobitning holidan xabar olib, unga nima bo'lganini bilib keladi dedilar. Ansorlardan biri uni men qilaman, ey Allohning elchisi, deya Sobitnikiga borib, uni nihoyatda g'amga botgan, boshini egib olgan qayg'uli bir holatda ko'rdi. Senga nima bo'ldi, ey Abu Muhammad? So'radi boyagi kishi. Hammasi tamom bo'ldi, dedi Sobit. Tushuntiribroq gapir, o'zi nima gap, dedi. Mening ovozim nihoyatda balandligini, ko'pincha Rasululloh alayhissalom ovozlaridan ham ko'tarib so'zlashimni yaxshi bilasan. Mana, o'zing ham bilgandek Qur'oni Karimning o'sha oyatlari tushdi. Demak, barcha amallarim zoya ketdi. Endi do'zaxga tushsam kerak, dedi-da, yig'lab yubordi. Sobitnikidan qaytib kelgan elchi ko'rgan eshitganlarini payg'ambar alayhissalomga gapirib berdi. Shunda Rasul akram unga hozir Sobitnikiga yana borib, unga sen do'zaxiy bo'lmas ekansan, chunki jannatga munosib ko'rilgan ekansan deb aytgan deya buyurdi. Boyagi kishi borib shu gapni aytganida Sobit ibn Qays yosh boladek sakrab yubordi. Darhol etaklarini shimarib, oyoq kiyimini ham kiyishni unutib, Rasulullohning huzuriga chopdi. Chunki sen jannatga loyiq ko'rilding degan xabarni eng ishonchli, eng siqo, eng rostgo'y odamdan eshityapti. Bu gapni Rasululloh aytdimi? Demak, buni Alloh aytdi. U Muhammad alayhissalom havoi nafsidan so'zlamagay. U faqat unga vahiy qilingan narsanigina so'zlagay. Bo'ldi. Sobit ibn Qaysga boshqa hech narsa kerak emas. Bo'ldi, u Alloh va Rasulidan va'dani oldi. Sobit ibn Qays radhiyallohu anhu Badrdan boshqa barcha yurishlarda qatnashdi. Bir vaqtlar Allohning elchisi bashorat bergan ulug' maqomga erishish yo'lida borini fido qildi. Faqat bittasi qolayotgandi: shahidlik. U janglarda o'zini eng qaynoq nuqtaga urardi, ammo birorta o'q yoki qilich tegmasdi. Hatto Abu Bakr Siddiq zamonida ham mardlik va qahramonliklar ko'rsatdi, lekin shahidlik kelmayapti. U Allohga qattiq yolvorardi va Rasulullohning so'nggi bashoratini Xudodan so'rardi. Va nihoyat o'sha kun keldi. Ummatning eng kuchli qo'mondoni Xolid ibn Valid bilan soxta payg'ambar Musaylamaga qarshi urushga otlandi. Urush juda qattiqlashib ketdi. Musulmonlar jangning avvalida mag'lub bo'lib, chekinishni boshladilar. Faqat Sobit emas. U endi kutmaydi. U endi chekinmaydi. U biz Rasululloh bilan qochmagan edik. Biz qochmaymiz deb o'ziga xushbo'ylikni surtdi. Kafallik qatori oppoq libosni kiyib, bor kuchi bilan dushman tarafga o'zini tashladi. Dushman yerida qazib qo'yilgan chuqurga tushib olib jang qilardi. Uzoq kutilgan shahodat sharbati keldi. Sobit ibn Qays Ansoriy radhiyallohu anhu Yamoma jangida, Hazrat Abu Bakr Siddiq xalifalik davrida Musaylamaga qarshi urushda, Xolid ibn Valid qo'l ostida, Ansoriylarning safida islomning eng katta dushmani qo'lida omonatini topshirdi. Sobit shahid bo'ldi. U vafotidan keyin bir odam tushiga kirib, "Hoy falonchi, bu tush emas. Bu ko'rganlaringni tush deb hisoblama. Mening sovutimni falon musulmon olib, falon joydagi ot o'tlab yurgan yerga ko'mib qo'ydi. Uning ustiga esa qozon tashlab, ustidan mato bilan o'rab qo'ydi. Xolidga aytgin, o'sha sovutni sotib qarzlarimni uzib qo'ysin" dedi va yana oxirida "Hoy falonchi, bu tush emas. Buni tush deb hisoblama, senga vasiyat" dedi. Boyagi musulmon uyg'onib ketdi. Borib Xolid ibn Validga tushini aytdi. Ikkalasi aytilgan joyga borsalar, xuddi tushda ko'rsatilganidek mato tagida qozon ostida esa sovut yotardi. Sal beriroqda ot o'tlayotgandi. "Allohu akbar" dedi Xolid radhiyallohu anhu. So'ng o'sha sovut sotilib, qarzlar ado qilindi. O'lganidan keyin qilgan vasiyati amalga oshirilgan yagona sahoba sifatida tarixga kirdi. Bu islom tarixida ko'rilgan katta karomatlardan biri bo'ldi. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Ertangi risolada ko'rishguncha.